Aka, hozir bir ikkita videoni ko'rdim. Aka 2 million 300 mingga Nexus Gentra Cobbllarga gaz qo'yayotgan ekan propan. Qo'ysa bo'ladi, 4 pakanni ham qo'ysa bo'ladi, 3 pakanni ham qo'ysa bo'ladi unaqa. Shunaqa bo'ladimi? U qanaqa zapchastlar bilan bo'ladi aka? Zapchastlar bo'ladi. Xitoy zapchastlar bilan bo'ladi. Sizlarda ham shunaqa xizmat bor-a? Xizmatlar bor, shunaqa narxlarga zapchastlarni ustanovka ham qilib bera olamiz. Unga lekin garantiyasi yo'q-a? Qanaqa bo'ladi? Yurgizib beramiz, faqat garantiya yo'q. Bu hisobi klientning bo'yinda bo'ladi, bizda emas. Siz qanaqa zapchastlar bilan qo'yib beryapsiz? Original zapchastlar bilan. Endi asosiy klient xohishiga qarab, endi garantiyasiz qaysiga beradi desangiz, polni internasiya zapchast qo'ysa, full variantda garantiya beramiz, 2 yil garantiyasi bilan. 2 yil garantiya degan hamma narsasiga 2 yil garantiya. 1,5 yildan keyin kelsam men biror narsa bo'lsa agar, muammosi bo'lsa agar, reduktori yo'q, biror narsasiga bo'lsa agar, siz qilib berasiz garantiya bilan. Garantiya ichida qilib beramiz. Berasiz, bemalol kelaverasiz. Faqat vaqtida filtrni tixodini qilib bo'ldi. Qolgan narsasi 2 yil garantiya beramiz. Har 10 ming, 15 mingda filtrni kelib tozalab turib, Birazdan filtr tozalab tursa, prosta tozalab qo'ysam kuymaydi-yu, prosta kutib qolish mumkin. Bo'ldi aka, gap yo'q.